blogerlar tomonidan noto'g'ri informatsiya berish evaziga shakllanib qolgan. Ya'ni o'sha ishlatilayotgan oddiy bazaviy brenddan katta narsa, katta natija kutish yuzida bir nechta muammolar bo'lib turibdi. Va noto'g'ri brend yoki nima desam bo'ladi, o'zini yuzini holatiga mos bo'lmagan kosmetika tanlashda. Kosmetika tanlash uchun uni judayam chuqur darajada sostavini bilish shart emas. O'sha olgan brendni qanaqa ishlab chiqarilishi, nimaga yo'naltirilgani haqida bilish kerak. Agar bilsanglar, bitta brendni misol qilib ko'rsataman sizlarga. Manyo brend, Medipil brendi hech qachon deyarli oddiy sostav bilan ishlamaydi. Juda ham murakkab sostav bilan va peptidlar bilan ishlaydi. Shundan ham bilsanglar bo'ladi, uni konsepsiyasi yoshi kattalarga qaratilgan, ya'ni возрастной изменениялар bilan и asosiy aktivniy komponentlari peptidlar hisoblanadi. Bu bilan hozir Medipilni umuman ishlatmaslik kerak, yosh kichkinalar demoqchi emasman. Ya'ni uni ishlash konsepsiyasi shunaqa. Ya'ni o'sha Medipil brendi полный peptidniy kompleks bilan ishlaydi. Buni yo'nalishi shunaqa. Misol uchun ularda kuchli vitamin C ni anaqasi yo'q, konsentratsiyalangani yo'q. Yoki azelinoviy kislotani kuchli konsentratsiyalangani yo'q. Ya'ni fokuslari ularni faqat peptidlarga qaratilgan. O'sha sababdan ham ko'pincha men yoshi katta ayollarga kosmetika tavsiya qilayotganimda Medipilni tavsiya qilishga, Medipil brendini ko'rishga targ'ib qilaman. Deyarli qolgan brendlar ham xuddi shunaqa. Siz uni qaysi yo'nalishda ishlashini bilib olsangiz, o'zingizga tanlashga, boshqa birovga tavsiya berayotganda ham qiynalmaysizlar. Va mendan konsultatsiya olib turib ham sotuvchi taklif qilayotgan kosmetikani olishga nima desam bo'ladi, olmaysizlarda, chunki shunaqa holatlar ham kuzatilgan. Mendan konsultatsiya olyapti, keyin sotuvchi yo'q, bizada bu yo'q deb o'rniga boshqasini berib yuryapti, o'shani bemalol olib ishlatyapti. Mana shunaqa holatlar ham bor. Bu misol uchun holatda konsultatsiya olishdan foyda yo'q-da, chunki sotuvchi sizga bir nechta o'zingizga analog tashib beradi, mana shu bor, mana shu narsa bo'ladi deb. Va shunga ko'ra siz tanlab olasiz. Konsultatsiyada mana shu narsani olish kerak deb bemalol aytilinadi. O'sha narsani olish kerak. Xo'p, ya'ni brendlar xuddi shunaqa ishlaydi. O'zining yo'nalishi bor, o'zining yo'nalishini bilib olish kerak. Qaysi darajada aktivni u brend ishlab chiqariladigan kosmetika texnologiyasi qanaqa darajada, ya'ni ishlab chiqarish bilan teng yuryaptimi yoki yo'qmi. Misol uchun, yaqinda Baby Street brendi seramidlik o'zi krem chiqardi. Baby Streetda bunaqa yo'q edi. Bu nima degani? Bu texnologiyasi yengillanyapti degani. Dr. Jart brendi bor, koreyskiy juda ham zo'r brend bu ham. Misol uchun deyarli hozir yangilik chiqarmayapti. Deyarli производствоda yo'q. O'sha sababdan brendlarni ishlab chiqarish texnologiyasiga ahamiyat berish, u ishlatayotgan komponentlarni, emotsiyalarni qanaqa darajada ishlab chiqarilayotganiga ham qarash kerak. Misol uchun, o'zimizni mahalliy brendimiz bor edi, Mio Beauty degan. Men ishlatmaganman, tavsiya ham qilmaganman. Sababi ishlab chiqarish texnologiyasi juda ham eskirgan. Hali ham kremlarining tarkibida o'sha men o'rgangan vaqtimda mineral yog'lar bor edi. Neftni производствоda. U to'g'ri ziyon emas, lekin o'sha u kosmetika sanoatida, rivojlangan kosmetika sanoatida ishlatilmay qo'yilgan komponent hisoblanadi. O'sha sababdan uni ishlab chiqarilayotgan texnologiyasiga ham ahamiyat qaratish kerak. Hozir уже nafaqat bitta spikul bor, liposoma bor, exosoma bor, ya'ni kosmetik komponentni tezroq va aktivroq, chuqurroq kirishi uchun muhit yaratib berilyapti. Prosta epidermis ustiga plyonka effekt qoldirib qo'yadigan yog'li narsani surib qo'yish emas. O'sha aktivni yaxshiroq singdirishiga qaratilgan nima desam bo'ladi, texnologiya ishlab chiqarilib o'rganilyapti. Va shuning uchun ham zamonaviy yangi chiqayotgan brendlarga qiziqish, shov-shuvlar aynan shuning uchun ularning atrofida bo'ladi.